Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun Samarqand shahar Frunzeda 2 xonali kvartiramizni sotuvga chiqardik. 3-etajda joylashgan kvartiramiz ko'rib turganingizdek har bitta xonalarda oynasi bor, xonalari yorug'. Shinamgina kvartiramiz sotuvga chiqdi. Narxi bo'ladi, kvartiraning narxi $48,500 pul so'rashyapti. Bu hojatxona qismi, bunisi hammom, yuvinish xonasi. Mana ko'rib turganingizdek yuvinish xonasi, bu tomonda oshxona qismi. Gaz, svet, suv muammo emas. Ko'rib turganingizdek oynasi bor, yorug'gina oshxona qismi. Aristonlar qo'yilgan, gaz bor. Xonamiz juda ham shinam. Mana hozir katta zalni ko'rsatamiz. Ikkinchi xonamiz. Ko'rib turganingizdek har bitta xonalarda oynalari bor, yorug'gina. Manzil Frunzeda joylashgan. Narxi $48,500 pul so'rashyapti. Samarqand shaharda 3-etajda joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Sayfullo TV siz uchun mana shu kvartiralar narxidan chiqarib boramiz. Azob-nachilar, kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatib boring. Sayfullo TV kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Kimda-kim uy, kvartira qidirib yurgan bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunday kvartiralardan chiqaraveramiz.